130 metr kvadratdan tashkil topgan ikki tomonlama proyektdagi yevro ta'mirlangan 3 xonali xonadonimizni batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy kiralish qismida kattagina koridor, prixoj qilish uchun joylarimiz mavjud holatda. Proyekt bo'yicha bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi, asosiy mehmonxona, kuxnya hamda umumiy holatdagi sanuzel qismi. Kirishni bolalar yotoqxonasidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakasnoy endi 7 qavatli elitni lifli domning 2-qavatida joylashgan ushbu xonadonimizning manziliga kelib to'xtaladigan bo'lsak, Yangi O'zbekiston loyihasi 6-mikrorayon. Derazalarimiz 2 qavatli akvaplast romlardan, turesk radiatorlarimiz o'rnatilgan. Oyoqdagi to'liq laminatsiya holatda kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasida ochiq balkonimiz yopib o'ralgan. Derazalarimiz to'liq akvaplast romlardan. Maktab, bog'cha hamma narsa dostupni joyga joylashgan. Yo'l yoqasidan 2-liniya. Asosiy mehmonxona qismimiz. Mehmonxona qismida ham balkonlarimiz mavjud holatda. Kuxnya qismimiz, duxkonturni kotel, fartuklarimiz, shochklarimiz o'rnatilgan holatda kattagina mягкий zona uchun joylarimiz mavjud. Umumiy holatdagi sanuzel qismimiz pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan, qo'shimchasiga ariston mavjud. Ushbu xonadonimizning batafsil ma'lumotlari sizlarga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki Drujba ko'chmas mulk agentligiga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.